Alhamdulillah ve salatu ve selamu ala Resulullah. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Xo'p, o'sha yashirin ishlarni guvohlash dalolatnomasi bo'yicha video darsimizning ikkinchi qismini boshlaymiz. Mana bu yerda ishlar loyihalash tashkiloti nomi bajarishda qaysi ish turi bajarilgani adresi aniq qilib ko'rsatilishi shart. Xo'p, mana o'sha yozilgan. Mana shu albom, qizi albomni mana shu yerda bu yerda ham sal kamroq yozilgan. Qaysi listi, qaysi varag'i, qaysi betida yozilgani mana shu yerda aniq ko'rsatilishi kerak. Mana shu joyda. Xo'p, bu yerda yozilgan. İşlarni bajarishda qanday materiallar ishlatilgan. Mana shu ishni bajarish paytida qanaqa material ishlatilgani ko'rsatilishi kerak. Mana bu joyda ko'rsatilgan. Armatura diametri 10 mm'lik, 14 mm'lik, 20 mm'lik, 25 mm'lik vязальный проволока, mana shu narsalar ishlatilgani mana shu yerda ko'rsatilgan. Xo'p, ishlarni bajarishda loyihalashtirish hujjatlaridan chetlanishlar yo'q yoki bor. Mana bu yerda aniq qilib ko'rsatish kerak. Agar loyihadan tashqari chetlanish bo'ladigan bo'lsa, mana shu joyda ish turimiz chetlashgan. Loyihaga to'g'ri kelmaydi. Mana bu yerda yozilgan. Отсутствует отклонение от проектного loyiha hujjatlaridan chetlanishlar yo'q deb yozilgan. Agar bo'ladigan bo'lsa, qayerda qanaqa отклонение bo'ladigan bo'lsa, shu narsani ko'rsatish kerak bo'ladi, shart bo'ladi. Xo'p, muddat, ish boshlanishi muddati falon chislada sanada boshlangan, tugagan. Misol uchun bugun 8-mart 2026-yil soat falonda boshlandi. Misol uchun soat 12:39'da boshlandı. 8-mart 2026-yil 16:48'da tugadi ish. Aniq qilib, konkretni qilib ko'rsatish shart. Keyin bu yerda komissiyaning qarori beriladi. Qaror yoziladi. O'sha qarorda nimaga keyingi ish turiga o'tish uchun ruxsat berilgani yoziladi. O'sha ish bajarildi. Keyingi ish qanaqa ish bo'ladi? Mana bu yerda yozilgan устройство металлической опалубки. Mana arma karkasini bo'lganidan bu yerda opalubka qurish ishlariga o'tilgan. Xuddi shunaqa qilib keyingi ish turi qanaqa ish turilgani. Keyin bu yerga kim qoladi? Qurilish montaj tashkilotining vakili. Ya'ni ichki nazorat vakili. Texnik nazorat vakili. Ya'ni tashqi nazorat, texnik nazorat vakili. Loyiha tashkilotining vakili. Mana shu 3 odam qo'l qo'yib, tasdiqlab, mana shu narsani ko'rsatib beradi. Mana bu yashirin ishlarni guvohlash dalolatnomasi shuni to'ldiradi. Har bir ish turiga alohida qilinadi. Har bir ish kuniga ham, bajarish vaqtiga ham. Misol uchun beton quyilyapti, betonning tagida nima qilingan, gidroizolyatsiya qilingan. O'sha gidroizolyatsiya bir kunda bo'lmagan, 2 kunda, 3 kunda bo'lgan. Agar 2 kunda, 3 kunda bo'lgan bo'ladigan bo'lsa ham, haqqasiga alohida bu narsa sanasini, vaqtini, soatini ko'rsatib to'ldiriladi. Xo'p, undan keyingi ishimiz bo'ladi. Исполнительный sxema degan narsamiz bor. Исполнительный sxemamiz mana o'sha narsa. Mana shu ish turi endi bu sizlardan uzr so'rayman, ikkalasi bir-biriga bog'lanmasdan keldi. Hozir bizda imkoniyatimiz shu. Mana shu aks kriti yozilgan nimada yangi Toshkent qurilishidagi tunnelni исполнительный sxemasi. Mana shunaqa tartibda qilinadi bu narsa.
Mana e'tibor bersangizlar, razmerlari, atletkalari, mana razmerlari qanaqa joylashgan, tepadagi razmerlari, mana shu narsalar hammasi chiroyli qilib, aniq qilib ko'rsatib berilishi shart. Mana shu narsaga исполнительная sxema deb aytiladi. Mana bu joyi ham xuddi shunaqa qilingan. Mana bu joyi. Mana bu aksanometriyasi. Mana shu narsalar aniq qilib turib ko'rsatilib kelilishi shart. Bu narsaga исполнительная sxema deb aytiladi. Исполнительная sxema nima uchun qilinadi? O'sha исполнительный sxemaga asosan mana bu narsa olinadi. Mana kolonnaning razmeri, qanaqa beton ketdi, markazi kolonnani, necha dona beton, qancha ko'p beton ketdi. Mana shularni, mana shu hisob-kitoblarning hammasi o'sha исполнительная sxemadan olinadi. Mana bu ekanki, mana shunaqa qilib, nimaga kerak o'sha исполнительный sxema deganda, mana unda исполнительный sxemani yana bitta turi. Bu ham xuddi shunaqa ko'rinishda razmerlari, nalari bilan hammasi bo'ladi. Yoki mana shu o'sha proyekt bo'yicha qilinadigan narsa. Mana bu yerda ham mana devorni исполнительный sxemasi qilingan. O'sha исполнительный sxemaga nisbatan mana bajarilgan ishlarning fizik hajmlari aniqlangan. Исполнительный sxema shuning uchun qilinadi. Fizik hajmlarni aniq hisob-kitob qilish uchun. Xo'p, bu yerda asosiy e'tibor beriladigan narsa исполнительный sxemada razmerlar bo'ladi. Razmerlar ko'rinishi aniq, konkretniy, taxminandan osmonga qarab razmer qo'yish emas, aniq konkretniy razmer qo'yish kerak. Mana bu nimada ham yashirin ishlarni guvohlash dalolatnomasida ham aniq konkretniy qilib hamma narsalar aniq qilib yozilishi kerak bo'ladi. Mana bu yerda nimasi loyiha raqamlari, betlari bo'ladigan bo'lsa, mana shu nimadan loyihadan mana shu yerda nimasi bor. Loyiha bilan shug'ullanganlar yaxshi bilishadi. Mana burchak shtab deb aytiladi. Mana shu joydan aniq qilib yozilishi kerak bo'ladi. Xo'p, o'ylaymanki, bu darsimiz ham ozroq bo'lsa ham foydali, manfaatli bo'ldi deb, agar ozroq bo'lsa ham manfaat ko'rgan bo'lsangizlar, bitta duo qilib qo'yasizlar degan umiddamiz. Bu ishlarni bajarish uchun bizda Puto o'quv kursimiz bor. Puto o'quv kursimizda bularni hammasini eng mayda harflarigacha erinmasdan tushuntirib o'rgatamiz. Buning uchun bizga 90lik telefon raqami bilan 737 3098 telefon raqamimizga telefon qilishlaringiz mumkin yoki Telegram kanalimizga ham chiqishlaringiz mumkin bo'ladi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.